Bek zerikishlik nomerken başka kanallarga qarab bakay dedim. Men bu sen bilen birlik körüvatkan diken. Nimişki mende sorap yetkimeyse? Sen de sorumsan mı boladı? Men bu numarayı kızgıp körüvatattım. Sen adaletsiz iş kıldın. Kanalını mende bir sorap yıkıp onda yetkisen bulatdi. Sen bek hata kıldın. Bildin mi? Ben senden çok neymi kılışımını özen bilimen. Sen de sorumsan mı boladı? Bu ışığı çıkan şahsiyetçilik. Başkalarına kılgan hürmetsizlik. Sen neymi davatsan? Ben sana hürmet kımaptım emma. Tezginekni bana be. Yaki iyilikli numarını derhal aç. Tez bul. Sana ettim go men çoğun dep. Halıgınımını kılımen Fatime düşendin mi? Kim şundak deydi o? Tezginekni bana be. Beğenmeydiğen bolsan buvamga deyme. Buvamga çakımen dep korkutu atam sen tehe. Buvam sana çoğunlarını hürmet kılgın, akağını hürmetle deydi. Ben sana nim dedim. Derhal tezginekni bana be. Vay Xudayım. Tezginekni bana ber davatına. Ali, Fatime, nimi cidel bu? Nim talışıvatsızlar? Cidelni o başladı. Ya kana cidelini u çıkardı. Toxtanlar, aldı bilen bana neymiş bolğanlığını etip berinlar. Çakan bulunlar. Nimandak varançırın kılışsızlar. Sizlerinin destanlardan öyle cim oturgılı mı bo'lmadi? Buvamga aytayli. Bova, bu cidelni Fatime çıkardı. İşkinlar, televizor talışıp cidelleştanlar, şundak mı? Qaraganda bu haqda obdanroq so'zlashmasak bo'lmag'idak. Qani o'ltiringlar. So'zlashaylik. Ondan zodi bu jidalga Ali sababchi bo'ldimi yoki Fatimami oydinlashidi. Ma'qulmi bolarim? La havla va la quvvata illa billahil azim. Bolarim, bu ishni vaqirab-jaqirab jidal bilan hal qilamiz deb o'ylab qoldinglarmi? Bundaq qilsanglar bo'lamdi. Onun qiliqlardan içim bek sıkıldı. Bu mu yetmegandek men senden çok deyishlardan to'lama bezar bo'ldim. Yo'q Fatima, ahvol undaq emas. Asli men sen ko'rayotgan kanalni yutkidim. Sen rost gap qila? Men qara o'g'lim. Bu qilg'ining musulmonlikqa yarishamdi. Ish shundaq oson-ku. Singlig'ning nimaga amroqligini bilsan, aslida u ko'rman deganni ko'rgili qo'ygan bo'lsang, jidal chiqmaydi. Bundaq qilish shaxsiyatchilik kirdi bolam. Alloh taolo shaxsiyatchilikning yaxshi emasligini bayon qilgan. Ishkinglar nimaning to'g'ri ekanligini obdan bilsizlar. Ali, sen singlig'ga yo'l qo'yishing kerak. Yo'l qo'yish degan nima bu? Yo'l qo'yish deganlik boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan a'lo bilish deganlikdir. Xatoligimni tundim, ajab tanglikda qoldim. Bu ishda rostini shaxsiyatchilik qilibdiman. Bu haqda payg'ambar alayhissalom bundoq degan. O'zinglar uchun yaxshi ko'rganni qarindishinglar uchun yaxshi ko'rmagicha haqiqiy iymon etgan bo'lmaysizlar. Payg'ambar alayhissalom bizning bir-birimizga hurmat qilishimizni, boshqalarning manfaatini o'z manfaatimizdan ustun ko'rishimizni tavsiya qilgan. Har kishi o'zi yaxshi ko'rganni qarindishi uchunmi yaxshi ko'rishi lozim. Shundaq bo'lganda musulmonlar orasida mehri shafqat, inoq ittifoqlik maydonga keladi. Aka, meni kechirgin. Mendimi severlik o'tibdi. Shundaq. Endi payg'ambar alayhissalomning hayotiga aloqador voqealikning davomini so'zlab beraymi bolarim? Nada qolgan edik? Shunda qiling buva. Bizning bu payg'ambarimiz duch kelgan qiyinchiliklarni bekmi bilgimiz bor. Badrga qarab yo'lga chiqdi degan yerga kelgan edik bova. Bismillahirrohmanirrohim. Badr kuni payg'ambar alayhissalom uxlamasdan Allohga yolvorib, Allohdan musulmonlarga g'alaba ato qilishni tiladi. Chunki bu urushdagi g'olibiyat Allohga bo'lgan iymonni kuchlantiradigan bir g'olibiyat hisoblanadi. Payg'ambarimizning urushdagi yana bir taktikasi Badr quduqlarini tindirib etish bo'ldi. Quraysh qo'shini Badr qudug'iga kelganda ahvoldan xabardor bo'ldi. Ahvol yaxshi emas edi. Sallallohu alayhi va sallam kerakli tayyorliklarni olli-burun bitirib bo'lgan edi. Qandoq quduqlarni tindirib bo'ldinglarmi? Hammaylar o'z o'rnida tursin. Suvning iniq keldik. Kelinglar ichayli. Tez bo'layli, tez bo'layli. Apla, bu nima ish endi? Badr qudug'ini tindirib o'tibdi emasmi? Ay Quraysh cho'nglari quduqni Muhammad va tarafdorlari tindirib yutibdi. Bu ahmoqlarga menga esidan chiqmaydigan bir savoq berayli. Odam bo'lsin. Lekin askarlar bak usab ketdi. Ey Abu Jahil. Ey musulmonlar, payg'ambar alayhissalom buyruq bermigicha turgan joyinglardan ayrilmanglar.
Mushuklar hujum qilsa, ularga o'q etinglar. Bizga nochilig'inglarni ko'rstinglar. Sizlar kim? Ey Muhammad, bizni bilib qo'yinglar. Odulimizdagilar o'z odamlarimiz. Arqanglarga qaytinglar. Qarindishim Shayba, o'g'lim Valid, men Utba ibn Rabiya. Bu yerda kimning gapi hisob? Payg'ambar alayhissalom Ubayda, Hamza ibn Abdulmutallib va Ali o'tirg'i chiqsin deydi. Rasululloh deydiki, bugun hech kim urushmasin. Sabr qilib o'lsimi, Alloh uni cho'qim jannatga kirgizadi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Alloh deginni qiladi. Biz sizlarga qarab turamdik. Allahu Ekber. O'qchilar, tayyorlaninglar. O'qchilar tayyorlaninglar. Ular yaqinlashyapti. Alg'a! Arqanglarga qaytinglar. Umayya ibn Xalaf. Bilal, Sen qutulolmaysan. Hay! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh asirlarni bog'lashni xohlamaydi. Biz asirga tushgan bo'lsak, o'ltirib o'tadi. Biz Rasulullohning deganini qilamiz. Payg'ambar alayhissalom ularga yaxshi muomala qilishimizni buyurdi. Asirlardan kim savodli bo'lsa, 10 musulmonning savodini chiqarib qo'yish badliga qo'yib berildi. Shundoq qilib, Badr urushida musulmonlar g'alaba qildimi, buva? Qizim, Allohning yordami bilan musulmonlar g'alaba qildi. Lekin musulmonlardan 14 kishi shahid bo'ldi. Badr urushida Quraysh qo'shinining mag'lub bo'lganligi xabari Makka ga yetib kelganda qanday bo'ldi? Uni sizlarga keyingi qitimda aytib beray bolarim. Alloh sizdan rozi bo'lsin, buva. Endi ishkinglar topshirig'inglarni ishlanglar. Topshirig'inglarni ishlab bo'lganda davomini so'zlab berma.